Rasulimiz alayhissalom aytadilarki, qaysi bir musulmon bu dunyoda bir insonni dunyoviy qiyinchiligiga yordam berib qo'ysa, dunyo qiyinchiligini aritib qo'ysa, o'sha insonda Alloh qiyomatdagi qiyinchiligiga yordam beradi, qiyomat azobini undan aritadi dedilar. Mana bu narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Bugungi kunda mana shu mehr ketib qoldi azizlar. Chorshanba kuni men qabulim 70 ga yaqin odam keladi ba'zida. 100 ta ham bo'lib ketadi. Lekin shundan 80% iqtisodiy yordam so'rab kelyapti. Biz endi homiylarni topib sizlarga yordam beramiz. Lekin yordam berishlik o'z yo'liga-ku, mana qalbimni iztirobga solayotgan narsa qo'lida go'dagi bilan bolamga doriga pul topolmayapman deb viloyatlardan ko'tarib kelayotganlarni ko'rib, o'zlariga bildirmayman, chiqib ketganda ko'zimga yosh olib yonimda turganlarga aytaman. Shu ayol shu bolasi bilan uydan chiqib kelguncha nechta hoji akaning uyidan o'tib keldi. Qancha to'ylarda pul sochgan qarindoshlarining eshigini tagidan o'tib keldi. Shularning o'rniga mana shu bolani dorisiga pul bersa edi, qiyomatdagi qiyinchilikdan Alloh yordam berar edi. Biz shu narsani unutmasligimiz kerak azizlar. Bir-birimizni qadrlashimiz kerak. Qiyinchiliklarimizda yordam berishimiz kerak. Va har bir inson kechirimli bo'lishligi, muhabbatli bo'lishligi lozim bo'ladi.